Assalomu alaykum go'zallarim. Bugun mana shu krasavitsa qizimizni chiroyli qilib mekap qilamiz. Videoni albatta oxirigacha ko'ring. Birinchi bo'lib yuzimizni vlajniy salfetka yordamida yaxshilab tozalab chiqamiz. Ko'zlar qizarib, yoshlanib ketmasligi uchun kapля tomizib olamiz. Qoshlarni esa Inglot gel fiksator yordamida yon tomonga qarab tarab chiqamiz. Qovoqlar ustiga esa konsiler surib chiqamiz. Sizlar o'zingizda bor konsilerdan foydalansanglar bo'ladi. Keyin esa pudra, oddiy kompaktniy pudra yordamida qovoqlar ustini quritib chiqamiz. Bu modelimizning yuzlari o'rtacha yuz bo'lganligi tufayli men krem bazadan foydalandim. Bu baza hozir trenddagi bazalardan biri. Makiyajni uzoq vaqt saqlanishiga yordam beradi hamda tonalka yuzga juda ham. Tonalka surishdan oldin qizimizning ko'zlaridagi ozgina qorayganligi uchun men to'q konsiler yordamida bekitib oldim. Ko'zi qoraygan qismini. Endi esa tonalkani yaxshilab surib chiqamiz. Albatta tonalka o'zimizning yuzimizga mos bo'lgan tonalka bo'lishi kerak. Surib oldim. Endi esa sponj yordamida yaxshilab yedirib chiqaman. Tonalka yuzlariga juda ham yaxshi tushdi. Endi ko'z bo'yashni boshlayman. Ko'z bo'yashdan oldin albatta ko'zimizning ustiga yaltiroq highlighter surib olamiz. Chunki bu tenimizni yaxshi yotishiga yordam beradi hamda juda ham chiroyli yaltirab chiqishiga yordam beradi. Ko'zlarning tagiga konsiler surib oldim, lekin buni videoga olmayman, aybga buyurmaysizlar. Ko'zlarning tagiga qaranglar, oq bo'ldi. Endi esa sponj yordamida peshona qismiga ham beramiz. Konsilerni ikkita yuz pastki qismiga hamda peshonaga, burunni uchiga hamda mana bu nosogubga, ya'ni yuzimizning o'sha burundan pastki qismiga ham beramiz. Keyingi qiladigan ishimiz rumyani surish. Modelimizning yuzlarini quritmasdan rumyani surishni boshladim. Pudra surmadim, chunki ko'pchilik pudrani yoqtirmaydi. Pudra surgandan keyin tonalka yig'ilib qoladi. Shuning uchun men tonalkani ustidan sirrazi rumyani surishni boshladim. Keyin esa suxoy kontur suramiz. Suxoy konturni ham rumyanani davomidan yuzni mana shu qismlariga surib chiqamiz. Albatta kontur yuz shakliga qarab suriladi. Hamma yuz har xil bo'ladi. Keyingi videolarimda men sizlarga bularni tushuntirib beraman. Endi esa ko'rib turganingizdek pudra surib olman. Rassipchniy pudrani kesichka yordamida juda ham kam miqdorda surib chiqdim. Bu makiyajimizni quritishga yordam beradi. Endi esa mana ko'zlarni bo'yashni boshladim. Har doimgidek tenni eng och qismidan. Qovoqlar ustiga yaxshilab yoyib berib chiqamiz tenni. Yaxshilab surdik. Endi esa ko'rib turganingizdek
ikkinchi rangga o'tdim. Ikkinchi rangim ham birinchi rangdan ozgina to'q miqdorda. Mana ikkinchi rang qiziljonlar. Ko'zimizni tashqi burchagidan ichki burchagiga qarab yo'naltirib surib chiqamiz. Ko'zni pastki qismiga eng och rangini, ya'ni birinchi rangni berib chiqamiz. Keyingi qiladigan ishimiz uchinchi rang. E'tibor bergan bo'lsanglar, kisichkalarim уже razmeri kichkinalashyapti. Uchinchi rangda kichkinaroq kisdan foydalanamiz. Ko'zlar katta ko'rinishi uchun ko'zni ichki qismiga, ya'ni pastki qismiga bejo'y qalam yordamida forma berdim. Bu ko'zni yana ham kattalashtirib ko'rsatib beradi. Mana 4-rangimizni ishlatyapman. 4-rang ko'zlarning eng burchak qismiga. Endi makiyajimiz yana ham chiroyli ko'rinishi uchun ko'zimizning oldi qismiga blesk yopishtiramiz. Blesk yopishtirishdan oldin birinchi bo'lib uni kleyini surib olamiz. Ko'rib turganingizdek, mana shu kleydan foydalandim. Yaxshilab surib chiqamiz. Kisichka yordamida blesklarni ko'zga yengil harakatlar bilan yopishtiramiz. Modelimiz juda ham ko'p qimillabdilar, shu joyiga ekrandan chiqib ketibdilar. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Endi esa ko'zimizning pastki qismiga ham kley surib olib, keyin glitterni chiroyli qilib mana shunaqangi holatda qo'yib chiqamiz. Keyingi qiladigan ishimiz lab bo'yash. Lablariga 765 konturidan foydalandim. Chiroyli shakl berdim. Endi esa pomada surib chiqaman. Pomadamni rangi sir. Qaysi firma, qaysi nechinchi rangligi. Buni agar kuzatib borsanglar, keyingi videolarimda aytishim mumkin. Juda ham chiroyli chiqdi ko'zlari, qiziljonlar. Shuning bilan makiyajimiz tugadi. Kiprik yopishtirganim, qoshlarni bo'yaganimni videoga olmayman. Aybga bo'lmaysizlar. Buning uchun uzr so'rayman. Albatta keyingi videolarimda sizlarga makiyajning to'liq qismini qo'yaman. Kuzatishda davom etinglar. Hamda kanalimga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. I got it.